$37.300 dollardan shaharning qoq o'rtasidan Sag'bon mahalladan joy chiqyapti. 17,5 sotu yaxlit joy chiqyapti. Qaranglar, bu yog'i Sag'bon Perikroska, Chorsudan kelish, bu yog'i Nurafshon ko'cha, bu yog'i Qoraqamishlarga ketadigan ko'cha. Xo'p, bu yoqda ham yangi domlar bor. Shu domni shundoq yonida bo'lyapti. Bu yoqda nijiloy joylar, bemalol orqaga, masalan, klinikami, bog'chami, qanaqadir частный maktabni quradigan quruvchilar bo'lsa yoki katta ish quraman degan aka-ukalarga juda ham zo'r variant. Hozir qo'lini ichini ham bitta ko'rsataman, razmerlarini ham aytaman. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, qo'ldan kelgancha yana kelishtirib beriladi. Lekin imkon qadar o'zi narxini taqab qo'ydik. Bitta ko'ringlar joyi. Qaranglar, mana hovlimizga kirib oldik. Mana bu yog'i dom, bu yoqlari polniy atrofi dom bo'lib ketgan. Mana bu domlarni ham ko'ryapsizlar. Shuncha domda aholi yashaydi. Maktab, bog'chalarni yoki частный maktablarni qanaqa qilib eblashyapti degan savol ham bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, razmerni aytaman, qaranglar. 49 metr bu yoqqa bo'lyapti, 49 metr. 3880 bo'lyapti bu yoq razmeri. Hop, mana bu yog'i 38 metr bo'lyapti. Ichkari tarafi hop 20-40 bo'lyapti. Bitta mana shu qo'shni borlar, 3,5 sotuvlik xonadonlari bor. Agar shuni ham qo'shib oboradigan bo'lsanglar, katta yaxlit joy bo'ladi. Endi unisini o'zingizlar kelishib olasizlar egalari bilan. Lekin bu joyimizni mana qo'lini ko'ryapsizlar. Bu joyimizni egalarining nomerini qoldirib qo'yaman. Aloqaga chiqinglar, kelib ko'rib, batafsil yana ma'lumotlarga ega bo'lib, talashib, tortishib o'zingizlar savdosini qilib olsanglar bo'ladi. Taxminan Chorsu bozorigacha 1 kilometr yoki 1,5 kilometr masofa chiqadi. Bu yoqda yangi qurilgan masjidga taxminan 1 kilometr nari beri. Xullas, lokatsiya zo'r, shahar qoq o'rtasi, bitta kommunikatsiyalardan muammo yo'q. Aloqaga chiqinglar, inshaalloh chiroyli narxlarda barakasini qilib olish imkoniyati bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.